Bugun 15 avgust manda chiqqan kun. Manda chiqqan birinchi yildan, birinchi urinishdan kirgan talabalarni tabriklayman. Men 4 yil umumiy hisobda o'qishga topshirganimni 4 yil qilganman va 4 yil umrimni o'sha ketkazganimni hozirgacha ham o'sha holati esimdan chiqmaydi. Sizlarga lekin hozir boshqa narsa aytib bermoqchiman. Hayotingizda o'zingiz bilan o'zingizsiz, hech kimga ishingiz yo'q, hech kim bilan dardingiz yo'q. O'zingiz xursand qilib, oilangiz bilan tinch yashayotganingiz ham kimlargadir og'irlik qilar ekan. Sizni tinch yurganingiz ham, jimgina yurganingiz ham kimlardir g'ashiga tegar ekan. Shunaqa sizni asabingizga tegadigan har xil gaplar qilib siz bilan urushgisi kelar ekan. Sizga zimdan orqangizdan juda ham ko'p yomonliklar qilar ekan. Ana shunday insonlarga Alloh ofiyat bersin. Alloh ko'ngliga yaxshilik bersin. Hech kimga zararingiz tegmay jimgina yursangiz ham sizni ichidan yomon ko'radiganlarga Alloh yengillik bersin. Bunaqalarga inson prosta rahmi keladi. Ana shunaqa ba'zi tanishlarim ham bor. Ularga ham Alloh qalbiga shifo bersin.